Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Biz bugun 3-iyun kuni Ko'kdalada bu yerda mana Arashan degan tarvuzimiz pishibdi. Mana 15 kilo atrofida bo'lib turibdi. Bir tipda 2-3tadan tarvuzi bor. Tarvuz nihoyatda ko'p, bali bekib turibdi. Mana ko'radigan bo'lsak, juda ham serob. So'yib ham ko'rsatamiz buni. Bir o'zingiz baho berasizlar. O'tkir aka bir ichini so'yib ham bir ko'rsating Arashanni. O'tkir aka o'zlari so'yib ko'rsatadilar. Mashalloh. Qani so'yinchi ichini endi. Karsillashini qarang-a. Ajoyib. Karistanga solishtiradigan bo'lsak, mana karistanga solishtiradigan bo'lsak, karistanning urug'i mayda, Arashanning urug'i esa mana hozir mana biroz yirikroq. Karistanga nisbatan sal yirikroq, unchalik yirik bo'lmaydi. Lekin urug'ini sotib olib ekkanlar biladi. Urug' bunga nisbatan 2-3 barobar yirik bo'ladi. Arashanni hozir mazasini ham ko'ramiz. Lekin Ancha katta. Arashanni to'g'ridan-to'g'ri yerga ham ekish mumkin. Mana Arashanni hozir bir so'yib mazalarini ko'rib bilamiz.